Sen kimsan? Men yolg'iz jangchi. Chonnambukman. Hansanyo. Yaxshimisan? Mushuk xonim. Yo'q. Yaxshi emas. Jonnambuk, nega bunchalar yoqimsizsan? Juda yoqimsiz. Nega u juda yoqimli? Mushuk xonim deyishsangiz yaxshimi? Yoqimsiz emasmi? Bu uni qiziqarli qiladi. Nega 10 yil avval yozilgan komiksni hali ham o'qiyapsan? Sen ham 10 yildan beri yoqtirishga harakat qilyapsan. Sen va bosh qahramonning ismlari bir xil. Oying uyingni shu ko'rinish tufayli sotib olgan. Oyingni minnatdor bo'lishing kerak. Hazillashayapsanmi? Shu kitob tufayli oyingdan ustidan ko'chgan. U bilan sinimiz bir xil bo'lishi mumkin, lekin uning xarakterini yomon ko'raman. Shu eski kitob uchun mening ruxsatimsiz ismini foydalangan odamni ham yomon ko'raman. G'alati pardoz tufayli eskicha ko'rinib qolgan. Nimasi eskicha? Bu 2000-yillarning fikri bilan asl komiks klassikasi. U yerdagi har qanday hodisa senga eskichalikmi? Nima ekan eskicha? Sening mashhurliging. Sen yana trenddamisan? Qani ko'raylikchi. Noye fotosessiyasi. Hozir soqilingmi? Sen trendda yetakchilik qilyapsan. Nega Sonya singari yana trendda? Nima? Bugun test qilamiz, bilasizlar. Ko'p kuch sarflab charchab qolmang. Doim Sonya kabi mashq qiling. Tushunarli? Sonya kabi. Tayyorlaning. Voy Sonya, bunchalik tez bo'lishing shart emas edi. Barakalloh. Siz Sonya singari yuguring deb aytdingiz-ku. Voy Sonya, nima uchun siz so'ragan narsa afsus bo'lsin? Nega hamma Sonya singari deb aytishadi? O'ppoz, zaif va passiv. Bunday xususiyatlarni aytish uchun mening ismimdan foydalanishadi. Hoy, tinchlan, asabiylashma. Atigi 7 soatdan keyin tug'ilgan kuning-ku. Xo'sh, menga nima sovg'a qilsan? Xo'sh, nima ovqat buyurtma qilay? Birga ketaylik. Olib borib qo'ysanmi? Nega? Mayli boraman. Borsanmi? 10 ming won ber. Hech qachon. Bo'pti, ko'chguncha. Bu boks ham bo'lishi mumkin. Nega atrofda mushuklar ko'p? U o'sha kuni mushuklardan qochib yurdi. O'sha kuni. Sonyoni mushukcha deydigan yigit haqiqatan ham tasodifmi? Yoki tasodif emasmi? Nega kela olmaysan? Meni ishim hali tugamadi. 3 yildan buyon ishing tugamadi-yu? Kechirasan. Yejun, davom ettiramiz. Ha. Sovg'angni ertaga olib boraman. Borishim kerak. Sen ham kelmaysan? Hoy. Men ovqatni saharlaganga o'xshayman. Ya. Men bilan hazillashyapsizlarmi? Men ham buni hazil bo'lsin istardim. Ahmoqlar qanotidan meni masxara qilishga urinayapsan? Zerikarli hazil. Men ketishim kerak. Kechir. Ya. Eshityapsanmi? Ular jiddiy edi. Bu hazil emas edi. Haqiqatan ham 1-aprel ahmoqlar kuni. Bugun rostdan ham yolg'iz qolishni xohlamagan edim. Nima bo'lyapti?
Nima? Tabriklayman. 18 yoshing bilan. Rahmat. Men yonimda kimdir bo'lsa, men doimo yengil tortaman. O'sha kimdir sensan. Yengil tortdingmi? Bu og'riqli. Yonimda bo'lmasang, men o'laman. O'pishim mumkinmi? O'pishim mumkinmi? Aql bovar qilmaydi. Rostdan yoqimsiz. Nega oyim buncha yoqimsiz kitob yozgan? Bo'lsa, bu noto'g'ri mushukcha. Sen to'satdan o'pishni xohlamaysanmi? Nima? Mushukcha? Biza qayerdamiz? Voy. Jinoyat sodir etilmoqda. To'g'ri. Sen aqldan ozgansan. Yo'q, bu emas. Siz ikkalangiz ham chiroylisiz. Bu sababli yurak xuruji bo'ldim. Sen aqldan ozgansan. Chiroyli mushukchani qayerdan oldi deb hayron edim. Onang uni mushukchadan olganmi? Mushukcha? Mushukcha. 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 Hozir barchasi to'g'riga o'xshaydi. Hayronman. Mushukcha. Hozir 2020-yilmi? Bilaman, ishonish qiyin. Lekin sen mana bu komiksdan chiqding. To'g'ri aytasan. Biz boshdan kechiradigan barcha narsa shu kitobda. Bilaman, seni ham hayratda qoldirdi. Voy. Aqlga sig'maydi. Mushukcha, bu kitobdan qanday chiqding? Meni mushukcha deyishni to'xtatsam, men sen bilgan Sonya emasman. Yo'q. Menimcha bu noto'g'ri. Sen nima deb o'ylasang ham, men mushukchaga g'amxo'rlik qilaman. Ket. Tashqariga chiq. Sen aqlga sig'maydi. Sen aqldan ozgansan. Tushmadi. Dush. Bu tush edi. Bu eng yomon tush edi. Nima? Yomon tush ko'rdingmi? Bilasanmi? Mana bu yerimda chandiq paydo bo'ldi. Bu yerga kelganim tufayli bo'ldimikan? Isming? Jon Namvuk. Tug'ilgan sanang? 1993-yil, 2-yil. Mister, siz 28 yoshdasiz. Meni mister demang. Men 18 yoshdaman. Tug'ilgan joy? Sondan poytaxti. Teoni nazarda tutmayapsanmi? Bunda joy yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Demak, boradigan joying yo'qmi? Kimningdir telefon raqamini bilasanmi? Nima?
Bu men biladigan yagona telefon raqam. 유일한 번호? Men ketishim kerak. 어디가? Qayerga? Maktabga borishim kerak. Men-chi? 나는 Qayerga 갈 데가 boray? 없는데? Boradigan joyim 잘 yo'q. 살고 있었는데. Uyimda yaxshi hayot kechirayotgandim. Bilmayman, hozircha shu yerda qolaman. Rostdanmi? Faqat No, to'g'ri orqaga qaytib cho'qqan ketgunimcha. Rahmat, rahmat. Mushukcha. 고양 씨. 야, 진짜 Iltimos, 미안. kechir. 아니 오빠 새끼가 Dadam ishlarni qilib 알바하는데 bo'lgandan 손을 keyin 몇 oqitib 번 kelgandi. 그게 상황. Ayniganligini bilmagandim. Doniyor, kecha tug'ilgan kuning edi. Bugun bayram qilaylik. To'g'ri. 우리가 너 Bugun seni xursand qilmoqchimiz. Bugungi rejam yo'q. Menjun bilan har doimgi joyimizga borishga kelishdik. 집으로 가는. Yo'q, 안 돼. nega? Mening uyim 집이 juda tartibsiz. Bu eski yangilikmi? Biz shunchaki boramiz. 안 돼. Yo'q. Uyimda juda 거기가 katta 쓰레기가 chiqindi bor. Meni blogim. Bu meni dunyomda bunaqa emas. Hatto uning tug'ilgan kuni ham meni mushukchamnikidek. Senga 마음에 yoqdimi? 들어? Bu 이거 좀 비싼 juda 거 qimmat 아니야? emasmi? 우리가 Biz seni xursand qilamiz dedik-ku. Menjun tanladi. Men oldim. 내가 야, Menga bular 굳이 꼭 kerak 필요한 emas 것도 edi. 아닌데 Ular 괜히 juda 비싼 거 qimmat. 주면. Menga 나는 juda 진짜 yoqdi. 완전 땡큐지. Rahmat. 싸, 고마워. 잘 Men ularni 쓸게. ehtiyot qilaman. Quloqchinlarim uyda qolib ketibdi. Darhol borib olaman. Shu yerda qoldirgan 여기 두고 edim-ku. 간 거 같은데. Bugun tug'ilgan kuning ekanligini bildim, mushukcha. Men senga bunday chaqirma 말라고 했을 dedim. 텐데. 선물 Men bir narsani tushunib yetdim. Ko'zlaringni yum. 너도 G'alati ish qilmaysanmi? Nimalar deyapsan? Mayli, 알았어. ko'zlarimni 눈 yumaman. 감을 테니까. Evaziga sen meni bunday 오글거리지 chaqirmaysan. Qo'lingni ber. 아이, Ilgari u meniki edi. Menga chiqindi 쓰레기 berasan. 버리냐? Men bu yerga quruq keldim. Hali ham cho'tagimda shu bor ekan. Yo'q, 나 rahmat. 쓰는 거 있거든. Menda quloqchinlar bor. Unday qilma. Quloqchinlaring yo'qligida kerak bo'lardi. Buzilgan quloqchinimmi? 야, Sen 혹시- mabodo 그래서 ular 그거 nima 어떻게 qilding? 어떻게 Ha, umi. Tashlab 버렸는데? yubordim. Birga yashashning 그 후에도 3-chi kuni 나무꾼은 Namuk 각종 Sonyoning 방식으로 jahlini 소녀를 chiqarishda davom etdi. 빡치겠다. He, telefoningdan foydalansam bo'ladimi? Mana, ol. Rahmat, xotinjon. Nima? Xotinjon? 야, Mening telefonimdan foydalanaymi? Nega Wi-Fi'ni yoqding? Bunimi men yoqmadi. Rostdanmi? Senga bo'lgan muhabbatim signali kuchli. Men juda qattiq asabiylashyapman. To'pol kiyishim kerak. Nima? Dunyo dushmanlarga to'lib ketishi mumkin. Lekin men sevgan qizim yonida bo'laman. 누구세요? Ash, o'chirish. 여보세요? Eshitaman. Alo, buzib tashladingmi? Qayta 끊어봐. qo'ng'iroq qilaman.
qanday qilib bunga jur'at qilding? Nima? Men bunga loyiq emasdim. To'g'ri, men qanday ham yaxshi bo'lmaganman, lekin bunchalik jazolanishga loyiq emasdim. Nima deyotganingni tushunmayapman. kechagi yigit kim ya? Yigit? Sening Instagramingda chiqqan yigit. 아, 한선녀. Hasanyo, 누가 너 kimdir seni 찾는다? izlayapti. 나? Meni? 누구? Kim? Hansaniyo, 날 meni 죽일 o'ldirmoqchimisan? Hech qachon yonimdan uzoqlashma. Sensiz zo'rg'a nafas 숨을 못 olaman. 쉬겠으니까. Tushundingmi, mushukcha? Keyingi qismda men 키스하는 seni 너랑 o'pmoqchiman. Men senga 당연하지. 3 kun ichida bo'sashingga 내가 yordam beraman. 3일 안에 하게 해줄게. U yo'q dedi.